Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda Stitch yangi AI chiqaribdi. Mana Telegram kanalimni ham tashlagandim buni. Hozir ko'rsataman. Tak, Stitchda obzor qilib o'tamiz bugun. Mana Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysalar, yangiliklar va foydali layfhaklar tashlab boraman. Mana Stitchni sinab ko'ramiz bugun. Stitch beta ishga tushgan уже. Okay, I want to design a new landing page for a brand. Something in matcha green. For you. Qaranglar. Let's go with organic, handcrafted. Hey, can we swap the photo with... Va eng muhimi oddiy ishlatishda emas. Men sizlarga MCP server qilib ulashtirib ketaman. MCP bu to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilish. Bu уже продвинутый dasturchilar ishlatadigan narsa. Shu MCP ga ulab olsanglar, o'zingizlarga ham qulay, osonchalik ishlatib olasizlar. Hop, birinchi bo'lib narigi akkauntimdan kira olishim kerak. Stitchga kiramiz. Boya kirdim. Hop. Endi antigravitiga kiramiz. Avvalgi videolarimda polniy obzor qilib borganman. Shu antigravitiga kirib olasizlar. O'tkazishni bilmasanglar, просто antigravity download desanglar, birinchisi chiqadi. Mana shuni o'tkazib olasizlar. Bu Gemini 3.1 Pro ni qo'llaydigan sun'iy intellekt. Tekinga ham katta kreditlar, katta anaqalar, limitlar beradi. Mana refresh qilib beradi har 5 soatda. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hop. Birinchi bo'lib kiramizda bu yerda login qo'llasizlar Google bilan va customization emas, MCP server degan joyga kirasizlar. Bu yerdan Stitch deganni izlaymiz. Sirasi ko'rsatib ketaman, oson bo'lishi uchun, tezroq bo'lishi uchun. Install bosasizlar. Tak, API keyni ber deyapti menga. API keyni bu yoqqa bosasizlar. Stitch settings, create key. Key yaratib olasizlar. Hozir yaratyapti. Bu sizlar uchun, ishlatishchilar uchun, sizlarda aynan sizlarda unikalniy keylar. MCP bu to'g'ridan-to'g'ri bizni akkauntimiz ko'rib turib, undan dizaynlar ko'chirib ola oladi va bemalol boshqara oladi. Har bittasini qo'l bilan kiritib eksport qilib o'tirmaymiz. Bizga ham qulay, ularga ham qulay. Va tezlik eng muhimi va qulaylik ikkinchidan. Hop, tak. Agar birinchi bo'lib endi kelgan bo'lsangiz kanallarga, meni ismim Behruz. 3 yildan beri full stack dasturchilik bilan shug'ullanaman va sun'iy intellekt rivojlanishni boshlagandan beri shu sun'iy intellekt, vibe coding hamma narsani o'rgatib boryapman. Qo'ldan kelgancha o'rgataman. Har hafta bo'sh vaqtimni tashlab turaman. Shu ishdan bo'shab, ish va o'qishdan bo'shagan paytda tashlab turaman videolar. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yasizlar. Shunda foydali, faqat foydali bo'lishib turaman. Hammaga rahmat. Boshlaymiz mana. MCP ulandi. Hop, tekshirib olamiz. Stitch install turibdi, bo'ldi. Refresh qilsamiz, enabled. Yaxshi. Bu degani ulandi degani. Hop, Stitchni o'ziga kiramiz endi. Stitch nima qobiliyatlarga ega? Bitta obzor qilib o'taman. Beta versiyasida yaxshi kreditlar beryapti, значит, limitlari baland, tekin versiyasida ishlatsanglar bo'ladi. Tak, mana Gemini 3 Flash bor, HTML va unga o'xshagan basic dizaynlarni yaxshi ishlab chiqishga zo'r. 3.1 Pro bor, undan ancha kuchliroq. Ancha contextual window ancha kuchliroq, ancha kontekst berib, o'ylab, o'ziga o'zi reason qilib, ancha kuchliroq beradi. Redesign ma'nosi bor. Bu yerda o'zingizlar veb-saytlarda rasm, maketkasini tashlaysizlar. Shunga qarab turib sizlarga dizaynni boshqatdan qilib beradi. Redesign. Idea bu brainstorming.
problema tashlasizlar, birga brainstorm qilib, o'zingizlarga bitta unikalniy yechim chiqazasizlar. Hozir biz dizaynda o'zini uch bir pro bilan sinab ko'ramiz. Bizga web sinab osonroq hozirgi. Tak. Bu yerda ham qo'yib qo'yibdi. Xo'p, bugungi misolda qarab qo'ygandim. Mana shu 55-kvartal agentство недвижимостиga qilamiz. Uncha bilinmagan kompaniya, no qilishga stoydi. Просто misol uchun ko'rsatib bermoqchiman-da men sizlarga. Bitta любой kompaniya misolida. Bu misol uchun ko'chmas mulk agentligi ekan. Сразу men prompt beraman. Bunaqa promptlarni Telegram kanalimda ham topsanglar bo'ladi yoki da menga yozsanglarni tashlab berishim mumkin. Tak. Prompt yozamiz. Promptlarni zo'r bersanglar, rezultat ham shunga yarasha chiqadi. O'zingizlarni tushuntirasizlar, nima kerak bo'lsa, o'zingizlarga shuni tushuntirasizlar. Hey, so I wanted to design a perfect minimalistic professional website for this real estate agency. Please make it non-generic, avoid AI slope designs, and make it 3D animated, best, smooth, user satisfying, best design, minimalistic, professional, and matching our brand identity. I will also drop you a logo. Our color is a light gold and like blackish, light blackish. So premium. We prioritize premium, but avoid genericness. Also, we specialize in commercial real estate and simple real estate. We help investors and etc. Bo'ldi. O'zingizlarga qulay prompt yozib olasizlar. Menga shunaqa prompt chiqdi va promptni berishni boshlayman. Tak. Bu yerda color tanlasanglar ham bo'ladi, color stage. Tak. Bo'ldi. Generate bosamiz va kuchishni boshlaymiz. Tak. Anti-gravity tayyor. MCP setup qilingan. Bu qaralar o'ylash stili o'zi uchun. Linklardan analiz qilib chiqadi. O'ylashdan ham bringing your vision to life, perfect in the details. Detallar o'rganib chiqyapti, itakdali. Tak, shunaqa sun'iy intellekt kundan kunga ko'payib ketyapti. Men o'rganib chiqyapman, sizlarga ham maksimal darajada yetkazib borishga. Shunga like va podpiska bosib tashlasanglar, xudo xolisa ko'proq chiqazaman. Shunaqa sun'iy intellektlar bilan foydalanib qolish kerak. Agar sizlarga qanaqadir sun'iy intellekt servislari, misol uchun Telegram bot, veb-sayt kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqaverasizlar, o'zim qilib beraman. Tak. Zakaz sifatida. Sun'iy intellekt o'rganuvchilar o'rganinglar. Men hammaga maslahat beraman, chunki sun'iy intellekt o'rganayotganlardan orqada qolib ketmasliklari kerak. Bu ham xuddi bir internet paydo bo'lganda internetdan foydalanish kerak, ko'proq narsa o'rganish uchun. Xuddi shunaqa narsa. Foydalansanglar, ancha ishlarni tezlashtirib, perfeksionizmga o'tsanglar va qaysi sohadan bo'lishinglardan qat'iy nazar. Mana ko'ryapsizlarmi, qanchalik kuchli o'ylaydi. Birinchi bo'lib o'ziga color match taqlab oladi. Misol uchun analiz qilib chiqdi brendni. Mana color match qilib chiqdi hamma narsani. Tak, bularning logotipi aynan shunga mos kelgani uchun ko'rib chiqdim brendini. Shunga qarab buni tanlab oldi stillarni. Primary, inverted, secondary. Secondaryga mana seriyasini tanladi. Taydali. O bo'ldi, generating screen boshladi. Tak, yana bitta narsa, menga feedbacklar kerak. Videoda nima o'zgarishlar qiling, yana
Nimani o'zgartiray? Misol uchun, keyingi videolar nima haqida bo'lsin, и так далее. Shunaqa taklifinglar bo'lsa, bemalol yozaveringlar. O'zingizlar kamchilik bo'lsa, yozaveringlar. Kommentariyda hammasiga javob beraman. Ko'rib turibsizlar, ingliz tilida so'ragandim. Ingliz tilida qilib berdi, нормальный. Chiroyli qildi. Yomon emas boshlanishiga. Birinchi promptda har doim hamma narsa zo'r chiqavermaydi. Shuning uchun hamma narsaga yaxshi taraflama qaraymiz. Perfeksionizm qilmagan, to'g'ri, cho'tki qilmagan, no bo'ladi. Boshlanishiga zo'r. Buni ustida ishlaymiz. Keyinchalik hozir sizlarga shuni o'zida ko'rsatib beraman. No mana shu yerga cho'tki qilgan boshlanishiga. Ko'rib turibsizlar, ana har bitta narsasini qilib chiqqan. Pastgacha qilib chiqqan cho'tki. Menga yoqdi atak. Bittagi image animationlarini qaranglar, bittagi 3D animatsiyani. И так далее. Bo'ldi. Endi qaranglar, eng muhim momentiga keldik. Exportni bosasizlar, tak, screen tanlaymiz. Ikkita screen birdaniga tanlasak bo'larmikan? Tak, 3ta screen tanladik. MCP ni bosamiz, copy promptni bosamiz mana. MCP eng qulay, qolganlarda eksport qilib qo'l bilan yozish kerak edi. Va GPT ga kirib Gemini 3.1 Pro ga qo'yamiz. Fast modelini o'qamiz. O'zim prompt yozib yubordim. Bu prompt o'zingizlardan kelib chiqib yozsanglar bo'ladi. Bu hech narsa yozmasanglar ham o'zi bo'ldi. Tak, o'zi analiz qilishni boshladi, o'zi analiz qiladi, bizga rezultat beradi. Tak, MCP bo'ldi, ishga tushirdi mana. Ishga tushirganini shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi, agar ulogan bo'lsanglar. Endi kutamiz. Vazifam choy poy ichib, dam olib tursanglar ham bo'ladi. Mana rasmlarni olib chiqyapti, bitta-bittalab, shunga har bittasiga allowance berib chiqyapmiz. Tak, dizayn qilishni boshladi bu. Hozircha faqat eksport bilan shug'ullanyapti. Yaxshi ketyapti, zo'r. HTMLda kod yozib tashladi tez. Atak Next.js yoki React.js yozaman desanglar, React.js ga ham o'tkazib bera oladi. No, HTML hozir qulay bo'lgani uchun HTML da yozib qo'ya qoldi. Rasmlar har bitta rangda o'zi implementatsiya qilganini qaranglar, cho'tki. Xo'p, qaranglar. Bittada MCP server nimalarga qodir? Bittada o'zi screenshot qilib, shu yerdan olib kelib, o'zi qarab qilib chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana. O'ziga qulay qilib. MCP shunchalik qudratli narsa, shuni ishlatib ko'ringlar. Hammaga maslahat beraman.
Tak, mana ko'ryapsizlar, sal jimjit bo'lib qoldim. O'zimni ishim qilib turdim narigi ekranimda. Kodni to'xtamasdan yozib ketyapti mana. Home'ga mana kodni ham yozib tashladi mana ko'rib turibsizlar. Konteynerga bo'lib bitta-bittalab yozib tashlabdi, zo'r. Parallax effektigacha qilyapti, zo'r mana. Scrollingdagi effektlari bilan qilib beryapti. Молодец, mana. Style CSS ga ham o'tib, o'zi mintaqa effektlarni berib qo'yapti. App.js'da parallax effektlargacha beryapti va kursor anaqada yo'qolib qolmasligi uchun, boshqa device'larda ochilganda yo'qolib qolmasligi uchun ham garantiya beryapti. Zo'r. Menga yoqdi bu narsasi. Mana gap yo'q, o'zi qilibdi polniy. Testing kerak emas, bizga o'zimiz test qilamiz. Test qilishing shart emas. O'zi oxirida test qilib, o'sha muammolar yo'qligigacha tekshirib beradi o'zi. Shunchalik kuchayib ketgan. Qanchalik kuchli ko'ryapsizlarmi? Nimaga qodirligini? Prosta men hamma sirlarni ochib tashlayapman. Ko'ryapsizlarmi? Menga prosta obuna bo'lib tashlanglar bo'ldi. Men bundan buyog'iga ham professional dasturchi sifatida yordam berishga davom etaman hammaga. Bo'ldi. Tak, qilib oldim menimcha. Indeksdan boshlaymiz. Qilib olibman. Mana ko'ryapsizlarmi? Kursorlargacha effektini ko'ryapsizlarmi? Bundagi imagega o'zimizning imagimizni qo'yib qo'yamiz. Вообще smooth-ku. Вообще mala gap yo'q, mazza qilyapman o'zimdan to'g'risi. Anchadan beri bunaqa veb-sayt qilmagandim. Bundan zo'rlarni qilyapman, no bunaqa tez effekt bermagandi-da. Stitchga alohida rahmat va mana ko'ryapsizlar, bularni ham ishlatib qo'ygan даже. Filtrlarni mana filter selection. Chotki mana gap yo'q. Prosta 20 minutlikmi, 15 minutlikmi natija. Prosta mazza qilinglar shundan. Hamma page'lar ishlab turibdi. Zo'r. Bu bilan dars ishlasanglar, mana prompt follow up promptlar beraversanglar bo'ldi. Ketaverasizlar darsi. Menga yoqdi. Obuna bo'lib tashlaymiz. Yoqqan bo'lsa like, podpiska, komment, hamma narsa akalar bo'pti. Hammaga rahmat.